Ko'pchilik o'quvchilar listening va reading darajasi yaxshi bo'lib turib ham ekzaminga kirgan vaqtida past baho olib chiqadilar. Buni bir necha sabablari bor. Bu videoda aynan imtihondan listening va reading qismidan yuqori baho olib chiqishni bir necha tiplarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Ekzaminga kirgan vaqtingizda sizga listening bilan reading savollari birga beriladi. Bir dona kitobcha shaklda va bu listening da ham reading da ham siz faqatgina ruchkadan foydalanasiz. Ya'ni hech qanday qalam yoki o'zi o'chirib, o'zi yozib, o'zi o'chiradigan ruchkadan foydalanmaysiz, oddiy ruchkadan foydalanasiz. Listeningda esa audiolar 2 marta sizga taqdim qilinadi. Instruction paytda, ya'ni National System of Foreign Language Proficiency degan instruction vaqtida sizga maslahatim listeningning part 3 va part 5 qismlarini o'qib chiqishni maslahat beraman. Sababi aynan shu partlari listeningda o'zini vaqtida o'qib chiqish ilojsiz bo'lgan partlar hisoblanadi. Va bu o'qib chiqib o'tmaganingizdan keyin, savollarni bir qator, variantlarni bir qator o'qib chiqmaganingizdan keyin tabiiy tarzda siz xato etasiz. Shuning uchun aynan shu instruksiya berib turgan vaqtida part 3 va part 5 qismlarni bir qator o'qib chiqsangiz, sizga ancha yordam beradi. Listeningni eshitib turgan vaqtida eng muhim narsa bu concentration, ya'ni konsentratsiya. Birovni yuzini, birovni qog'ozini yoki birovni oyog'ini sizning diqqatingiz ketib qolmasin. Sizni 100% fokusingiz o'zingizning savolingizda va eshitib turgan audiongizda bo'lsin. Agar mabodo bir dona savolni o'tkazib beradigan bo'lsangiz, hech qanday tushkunlikka tushib qolmang. Sababi sizga 35 dona savol beriladigan bo'lsa, siz bir dona savolni o'tkazib berish orqali hech qanday bir ko'p ball yo'qotmaysiz. Ya'ni osmon uzilib yerga tushmaydi. Bu 2 ball olish uchun siz faqatgina 35 savoldan 17 dona savol ishlashingiz kerak. Ya'ni to'g'ri javobingiz 17 dona bo'lishi kerak. C1 olaman desangiz, ya'ni 65 olaman desangiz, sizda 26 dona to'g'ri javob bo'lishi kerak. 35 savoldan 26 dona savolni topadigan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan C1 ni berib turibdi sizga. Bu yerda 9 dona xato etish ehtimoliniz bor. Bir savolni o'tkazib berish orqali hech qanday siz bir olamshumul ball yo'qotmaysiz. Shuning uchun hech qanday tushkunlikka tushib qolmang. Va sizga shu yerda eng asosiy maslahatim, agar darajangiz hozir bu ikkiga ilishar-ililmas turadigan bo'lsa yoki C1 dan chiqish arafasida turgan bo'lsangiz, siz part 1, part 2, part 3 va part 4 qismlaridan siz umuman xato etish haqqingiz yo'q. Nechun desa, part 1, part 2, part 3 va part 4 bu daraja bo'yicha B1 va B1+ darajalarni tashkil qiladi. Agar siz bu partlardan xato etadigan bo'lsangiz, umuman B2 ham, C1 ham olib bilmaysiz. Shuning uchun 3-4 dona partni mahkam tutishingiz kerak. Uyda tayyorlanishda, praktikada yoki mock testda ham aynan siz 3-4 partni zo'r etib ishlashga harakat qiladigan bo'lsangiz, ekzaminda ham, mocklarda ham ancha yuqori ball olishingiz aniq. Listeningni audioni 2 marta eshitib bo'ldingiz va sizga 1 soat 10 minut vaqt beriladi ekzaminda. Vaqt ham shu yerda ekranda ko'rsatib turadi. Va endi 1 soat 10 minutdan men nima etaman degan savol bo'ladi. Sizda listeningni eshitib bo'lgandan keyin javoblaringizni javoblar varaqasiga tushish uchun 10 minut vaqt beriladi. Readingni ishlash uchun esa 1 soat vaqt beriladi. Shu yerda katta ko'pchilik o'quvchilar xato etib qo'yadi. Bu xato 1 soat 10 minut vaqt berilgan bo'lsa, to'g'ri readingni boshlab ketadilar. Ikkinchi o'quvchilar esa muvaffaqiyatga erishadigan o'quvchilar birinchi listeningni javoblar varaqasiga tushib, keyin readingni boshlaydilar. Agar siz to'g'ri readingni boshlab beradigan bo'lsangiz, 10 minut vaqtni readingga sarflaysizdan, oxirida 5 minutda javoblarni tushib olaman-ku, hali vaqtim bor-ku degan fikr bilan javoblaringizni javoblar varaqasiga tushirmay qolasiz. Natijada savollar varaqangizda sizning to'g'ri javoblaringiz turibdi, B2 yoki C1 lik darajada bo'lsa ham, lekin javoblar varaqasida hech narsa yo'q. Sizni savollar varaqangiz tekshirilmaydi. Faqatgina javoblar varaqasi tekshiriladi. Savollar varaqangizda shunchalik savolni ishlab turib, lekin javoblar varaqasiga tushmasangiz, bu hech qanday foydasiz bo'ladi. Hech qanday foydasi yo'q bundan. Shuning uchun birinchi 1 soat 10 minut vaqt berildimi, siz sirazu listeningni javoblarini answershitga tushing. Ana undan keyin siz readingga o'tsangiz bo'ladi. Listeningga tushadigan vaqtida ham siz bo'yagan vaqtida tumaloqdan chiqib ketmay bo'yashingiz kerak. Agar tumaloqdan chiqib ketadigan bo'lsangiz ham bu ham xato. Va part 2 va part 5 qismlarida siz javoblaringizni katta, bosma va bosh harflar bilan yozishingiz kerak. Agar shu vaqtda bosmada yozmasangizdan yozmada yozadigan bo'lsangiz yoki katakdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, bu ham sizga minusga ishlaydi. Ya'ni bu ham xato hisoblanadi. Shuning uchun shu narsalarga ham yaxshilab e'tiborli bo'ling. Endi bizda listening tamom bo'ldi. 1 soat 10 minut vaqt berildi.
va endi javoblar varaqasini listeningni javoblarini tushib ham bo'ldik. Endi reading o'tishimiz kerak. Reading o'tgan vaqtda katta ko'pchilikda time management bilan muammo bo'ladi. Ya'ni to'g'ri vaqtni boshqarib bilmaydilar. Va natijada vaqt yetmay qoldi menga ustoz, men hammasini ishlab bilmadim, javoblar varaqasini javoblarim ham tushib bilmadim degan muammolar bilan chiqadi o'quvchilar. Sizda shu muammo bo'lmasligi uchun reading uchun ham qo'shimcha tiplarni o'rgataman. Readingda bilamizki, overall 5 dona part bo'ladi. Ya'ni umumiy hisobda 5 dona part, 35 dona savol. Siz endi ishlash jarayonida bir savolning ustida ko'proq qolib ketmang. Ya'ni javobini topa olmay turgan bo'lsangiz, ko'p vaqt sarflayvermang uni. Keyingi savolga o'tib ketavering. Agar vaqtingiz qolsa, qayta shu savolga, agar vaqtingiz qolmasa, shu savol ochiq qolaversin. Endi bir savolni o'tkazib bersangiz yo bir savolni ishlamay qoldirib ketadigan bo'lsangiz ham osmon uzilib yerga tushmaydi. Sababi yuqorida aytgandan 35 savoldan 17 savolning to'g'ri javobini topsangiz siz B2, agar 26 dona to'g'ri javobni topib biladigan bo'lsangiz 35 savoldan bu o'z-o'zidan C1 bo'lib turibdi. Shuning uchun bir dona savolni o'tkazib berdim deb qisinib o'tirmang yoki javobini topa olmay turibman deb aynan shu savolda qotib qolmang. Keyingi savolga o'tib ketavering. Endi siz birinchi part 1, part 2, part 3 qismlarini ketma-ketlikda ishlang yarim soat vaqtni ichida. Bu yarim soat vaqtni ichida siz savollaringizning javoblar varaqasini tushib olishingiz kerak. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi partni ishlab bo'lib, sirazi javoblaringizni javoblar varaqasini tushib olishingiz kerak. Katta ko'pchilik readingda ham oxirida tushaman, javoblarni hammasini ishlab bo'lavering, orqangga o'tirib dedidan 5 minut yoki 2 minut qolgan vaqtda javoblarni tushishni boshlaydilar. Va natijada hamma savolni ulgurib bilmaydilar, bo'yasha va javoblarni yozisha. Ana shunday muammo bo'lmasligi uchun siz birinchi, ikkinchi, uchinchi partlarni ishlab bo'lganingizdan darrov 4-partga o'tmang, siz javoblar varaqasini javoblaringizni tushib olishingiz kerak. Birinchi part 4ni ishlaysiz, part 4ni javoblarini hammasini topib bo'lganingizdan keyin part 4ni o'zini javoblar varaqasini tushib olasiz. Buning uchun ham taxminan siz bir 10 minut vaqt sarflasangiz bo'ladi. Bundan keyin part 5ga o'tgan vaqtida part 5da katta risk bosdi. Ya'ni vaqt yetmay qolish riski bor. Shuning uchun shu yerda yana bir qo'shimcha bir dona tip 30-savolning javobini topadigan bo'lsangiz, 30ning javobini javoblar varaqasini sira tushib olishingiz kerak. 31-savolning javobini topdingizmi? 31-savolning javobini yana ham answer sheetga tushib olasiz. Ya'ni bir savolni topasiz, javobini belgilaysiz. Bir savolni topasiz, yana bir savolning javobini to'g'ri answer sheetga tushib olishingiz kerak. Mabodo tasavvur qiling, 33-savolga kelgan vaqtda vaqtingiz tamom bo'lib qoldi. Nazoratchilar endi bo'ldi, endi topshiringlar degan vaqtda sizda faqatgina 2 yoki 3 dona savol minusga ishlashi mumkin, ya'ni javobsiz qolishi mumkin. Katta ko'pchilik oxirinadan o'tirib ishlaydi degan javoblar varaqasini tushmaydi. Natijada hamma savollar varaqasida turibdi, lekin javoblar varaqasida hech narsa yo'q. Natijada readingi vopshim past chiqib ketadi. Ana shuning uchun shunday muammosida kuzatilmasligi uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi partlarni ishlab bo'ldingizmi, sirazi answer sheetga tushasiz. 4-partni ishlab bo'lgandan keyin faqatgina 4-partni o'zini javoblar varaqasini tushasiz. Part 5ga o'tgan vaqtida bir savolning javobini topdingizmi, darrov javoblar varaqasini tushib olishingiz kerak. Agar siz shu hozir men aytgan tavsiyalarni ketma-ketlikda qiladigan bo'lsangiz, ekzaminda listeningdan ham, readingdan ham ancha yuqori ball olish ehtimolimiz bo'ladi. Menimcha sizga yuqorida aytgan listening va reading haqidagi tiplarim ancha manfaatli bo'ladi, agar shu narsalarni siz ekzaminda aytilgandan qiladigan bo'lsangiz. Yana foydali videolar uchun va yangiliklar uchun bizning sahifalarimizni obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Hali foydali videolarimiz oldinda. Keyingi videolarimizda speaking va writing haqida ham batafsil ma'lumot berib o'taman.